bizani Polinor mahsulotimizning poddelkasini chiqarishdi. Mana poddelkasini ko'rsanglar bo'ladi. Bu narsaga ishonib qo'ymanglar. Xitoy biza xursandmiz, lekin bu mahsulotimizni poddelkasi chiqaring. Talab bor ekanki, poddelka bo'ladi. Bu biza именно Rossiyadan bu mahsulotni aman bild olib kiradi. Biz ofitsialniy dillerimiz O'zbekiston bo'yicha. Adashib qolmaylar, boshqa mahsulotlarga aldanib qolmaylar degan maqsadda biz shu narsani xosligiga ko'rsatib beryapmiz. Bu mahsulotni biz ishlatib ko'rdik. Juda sifatsiz mahsulot. Tag'in aldanib qolmaylar. Puliga kelganda ham odamlarni hozir puliga qarab turib, buni puli mencha, buni puli muncha deb turib, hozir odamlarni chalg'itib Polinor nomidan sotishyapti. Lekin yaxshi mahsulot emas, adashib qo'ymanglar. Bizning mahsulotning sifatini o'ndan birini ham bera olmaydi. Mana Polinor ko'rasizlar, sen deb yozib qo'yibdi. Bu bizda kelgan mahsulotimiz, hozir o'zimiznikini ko'rsatib beramiz, farqini o'zingizlar bilib olasizlar. Mana orqasini o'girsanglar, mana ko'rasizlarmi, dash telefon nomerlari ham turibdi. Bu Xitoy mahsuloti, lekin bu nomerlarga ham biz qo'ng'iroq qilib ko'rdik. Bunaqa umuman bunaqa zavod joyi yo'q. Bunaqa mahsulot chiqadigan. Mana biz ham mahsulotimizni ko'rasizlar. Polinor Ru deb qo'yibdi. Mana mahsulotimiz bizaniki ofitsialniy bo'lgan shu saytga kirsanglar, hamma ma'lumotni ola olasizlar. Yana bir narsa, mana bizda orqada shtrix kodlarimiz turibdi. Hammasi bazada bor mahsulot, zavodlari mavjud, adashib qolmanglar.